Yo, salom. Bugun tomosha qiladigan videoyingiz Black Clover, ya'ni Qora Clover animesi haqida bo'ladi. Boshlashimizdan oldin yeyishga biror narsa olib oling. Qora Clover animesi. Ushbu anime Asti ismli yosh va yetim bolaga qaratilgan bo'ladi. Katta uchlikka kiruvchi Naruto animesiga o'xshab, aytgancha keyingi videoyimiz katta uchlikdagi animelar haqida. Uzr, qo'yilib qoldi. U bilan birga Yuno ismli yetim bola ham birgalikda tarbiyalanadi va birga yetimxonada o'sishadi. Men ham achinib ketdim. Xuddi boshqa isekai animelarga o'xshab, uzr, bu animeni bizga umuman aloqasi yo'q. Asli shuningdek, ko'proq jismoniy kuchiga e'tibor qaratadi. Yuno esa kuchli shamol sehriga, ya'ni uni boshqarish qobiliyatiga ega bo'ladi. Xullas, ikkalasi ham sehrgarlar qiroli bo'lish uchun raqobatga kirishadi. Yuno 4 bargli afsonaviy grimoarni qo'lga kiritadi. Asti esa 5 yaproqli sirli grimoarni qo'lga kiritadi. Uning grimoarida iblis va elfning sirli qilichlari bor va o'sha qilichlar noyob anti-sehrga ega. Keyinchalik u sehrgar ritsarlar jamoasiga qo'shiladi. Yami ismli odam boshchiligidagi qora buqalar jamoasiga, jamoani nomi ham ajoyib. Yuno esa oltin tong jamoasiga, yana bir qator jamoalar. Xullas, ikkalalari ham jamoaga qo'shilishadi. Hikoya davomida Asta va Yuno boshqa qirollikdagi, ya'ni 3 ta odam tomonidan boshqariladigan qirollik. Aytgancha bularning grimoarida iblis bor. Uchalasida. Xullas, bu yovuz uchlikka va iblislarga qarshi kurashishadi. Jangari sahnalarga to'la bo'lgan bu animeda har xil emotsiyalarga berilib ketishingiz mumkin. Ya'ni siz bu animeda kulasiz, ba'zida yig'laysiz, ba'zida xo'rsinasiz. Bu animeda jangari sahnalar ko'p. O'sha animatsion jangari ishgallarga to'la bo'lgan animelardan bu animedagi ishgallar ham, janglar ham aslo qolishmaydi. Hatto kerak bo'lsa, ba'zi bir joylarida ulardan ustun. Xullas, bu anime Asta ismli bolaning yoshligida, bolaligidan to yoshligigacha bo'lgan voqealar haqida. Yo'q, yani ketaveradi. Endi prosta davom ettirishgani yo'q-da. Hozir gapirganimga e'tibor qilmaysizlar. Bu shunchaki hazil edi. Telegramdagi animedia.uz kanalga qo'shilib qo'yinglar. Xullas, har xil jang sahnalariga va super kuchlarga ega bo'lgan animeni tomosha qilishni tavsiya etaman. Aytgancha YouTube kanalimizga ham qo'shilish esingizdan chiqmasin. Mayli, keyingi kontentda ko'rishguncha.